Ko'p ayollarda yashash tarzlarida noto'g'ri fikrlash juda kuchli shakllangan. Bu qanday deysizmi? Ya'ni shartli munosabat. O'zlariga nisbatan ham shartli munosabat. Bu qanday? Qachonki meni qadrlasa men xursand bo'laman, baxtli bo'laman. Men qachonki chiroyli bo'lsam o'zimni yaxshi ko'raman, yaxshi kiyinsam o'zimni yaxshi ko'raman. Bo'lishi mumkin, qachonki kimdir menga sen yaxshisan desa men xursand bo'laman. Ya'ni o'zimni yaxshi ko'raman. Bitta narsani unutmang. Men bir mashina olsam, o'zimni yaxshi his qilaman, o'zimni baxtli his qilaman. Siz mashinaga erishganingizdan keyin sizda yana men bundan ham yaxshirog'ini olsam, men baxtli bo'laman, o'zimni yaxshi his qilaman. Va undan ham yaxshini olsangiz, yana boshqa. Bu shartlarning oxiri yo'q. Bir narsani tushunib olishingiz kerak. Inson qachongina nimagadir erishsa baxtli bo'lishi, nimagadir yaqin borsa yaxshi, baxtli his qilishi yoki kimlardir qadrlasagina o'zini baxtli his qilishi yoki kerakli his qilishi, bular barchasi noto'g'ri. Aslida o'sha narsalar bo'lmasdan oldin siz o'zingizni qadrli, kerakli his qila olishingiz kerak. Siz o'sha narsalar bo'lmasdan ham o'zingizni yaxshi ko'ra olishingiz kerak. O'zingizni hurmat qila olishingiz kerak. Va shu bilan birgalikda boshqalarga ham shartsiz munosabat bildirishingiz kerak. U yordam bersa men yordam beraman. U meni sevsa men sevaman. U meni yaxshilasa keyin men uni yaxshilayman emas, balki shartsiz ravishda. Siz yaxshilik qiling va uni unuting. Yaxshilik qiling va uni unuting. Shartsiz berishni boshlang. Nimani xohlaysiz? O'zingiz berishni boshlang. Shundagina sizga qonun ishlaydi. Qancha bersangiz, shuncha ko'payib keladi. Bu muhabbatmi? Bu qandaydir bir moddiyatmi? Farqi yo'q. Nima? Qanchalik ko'p bersangiz, shunchalik sizga ko'p keladi. Bu qonuniyat juda kuchli ishlaydi. Hatto ehson qilayotgan paytingizda ham siz shartsiz ravishda menga pul keladi, menga ko'proq bo'lib keladi emas, shunchaki qalban xursandchilik holati bilan berishingiz kerak. Rizolik bilan berishingiz kerak. Xuddi shunday sizga rozilik bilan sizni rozi qiladigan vaziyatlar hayotingizga kirib keladi. Siz o'zingizni hozirdan boshlab o'sha holatga tayyorlashingiz kerak. Hozirdan o'zingizni hurmat qilib va boshqalarni ham xuddi shunday hurmat qilishni boshlashingiz kerak. Men yuqorida aytib o'tgan shartlilik sizda mavjudmi? Ya'ni o'zingizdan qoniqmaslik, o'zingizni qachondir nimagadir erishgan paytimda men o'zimni yaxshi ko'raman, o'zimni yaxshi his qilaman degan fikrlar, tuyg'ular mavjudmi? Yoki qachondir menga kimdir maqtasa, yaxshisan desa, chiroylisan desa, sen yaxshi uddala olding desa, meni ma'qullashsagina men o'zimni yaxshi his qilaman. O'zimni qandaydir bir kuchli yo qadrli, kerakli deb his qilaman. deydigan shunday hissiyotlar va fikrlar sizda mavjudmi? Agar mavjud bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring, o'z muammolaringizni. Farqi yo'q. Men bu yerda faqat insonning shartliligini ko'rib chiqdim. Undan tashqari ham metodikalar va muammolar juda ko'p. Har bir insonning muammosi har xil bo'ladi. Shuning uchun ayol kishi bo'lsangiz farqi yo'q. Erimdan yaxshilik ko'rmayapman, e'tibor bermaydi, mas'uliyat olmaydi, meni o'ylamaydi, meni qadrlamaydi, meni sevmaydi. Qanday muammoga duch kelayotgan bo'lsangiz ham izohlarda o'zingizni muammolaringizni yozib o'tishingiz mumkin. Har biringizni izohlaringizni shaxsan o'zim o'qib va o'zim inshaalloh javob tariqasida audio tarzda mana shunday bilimlarni berib boraman. Qadri baland qadrdonlarim, o'z ustingizda ishlashni hozirdan boshlang.